Assalomu alaykum, hurmatli mahalladoshlar. Mana biz Quyijarda Kim Volodya akamizning uylariga keldik. Mana uy. Mana shunday bu kishi ish qilganlar. Mana xonadon. Mana xonadon qilgan ishlari. Endi nima uchun bu xonadonga keldik? To'g'ri, hozir hali qishdan chiqib endi bahorga harakat qilyaptilar. Mana bu ayvonchalar. Mana biz yoshlar yetakchimiz mana ko'rib kirmagan ekan, hayron qolyapti. Mana bu yerda hovuz. Juda ham chiroyli bir tabiat qilganlar. Mana ko'ringlar. Bu yozda kelsangiz mana shu yerda azilina bo'ladi. Yashil makon bo'ladi. Ha, mana devorlar har bitta narsaga e'tibor berganlar. Mana devordagi san'atni ko'ringlar. Mana devordagi san'at. Mana. Endi mana shu mahallamizda shunday narsa borligi, mana quduqni qarang. Oddiygina kichkina quduqni mana qaranglar. Tarixiy qilganlar. Mana bu hammasi tarixga olib borganlar. Bu juda xursand bo'lib, hayajon bilan aytayotganim sababi, bu xonadonga oldin kelganman. Bu xonadonga kelib, bu xonadonlarni men ko'rganman. Shipon, o'rdaklarimiz, ayiq polvonimiz. Volodya aka, endi xudo xolasa azilina yangilaysizmi yo shu qoladimi bu uyga? Endi men yerga gazonlar qilishim kerak. Gazonni yangilaysiz? Gazon yangilaymiz. Hali bir kichik ish bordi. Pastkiniki past hovli. Past bizga. Bu ham siznikimi? Pastdan bizga teplitsalarimiz. Buni qaranglar. Ajoyib suv, kachalka. Mana bu tennisni plashatka qilib qo'yibdilar bu yerda, xonadonga, hovliga. Mana bu qo'raylar. Mana devor ko'ringlar, tarixiy. Juda ham ajoyib. Mana endi issiqxona qilgan ekanlar, issiqxonani yangilayman deyaptilar. Mana tomorqalari. Mana issiqxona, shu issiqxonani endi xudo xolasa yangilar ekanlar. Xo'p, umumiy obzor bilan xonadonni past hovlidan boshlab turib, mana shu yerdan bu kishi ajoyib bir yo'lak tashkil qilganlar. Mana uyda yer usti havo yo'li bor. Mana shuni ko'ringlar. Mana juda ham ajoyib. Bu kechqurun kelsangiz bu yerda umuman boshqacha tasavvur bo'ladi. Mana tepada havo yo'li. Mana kechqurun mana shu joylarda yonib turgan holatda agar biz yana bir marta obzor qilamiz chiroyli qilib. Juda ham ajoyib obzor. Mana hovli. Buni endi xursandchilik yuzasidan, kayfiyat yuzasidan, mana hozir xonadonlarga yuribmiz. Chopilmagan tomorqalar, bardak musor joylar, juda ham bir yomon, xunuk holatlar ko'rib, bitta kichkinagina bir Kamarsadadagi ajoyib bir san'at asari, uyga bo'lgan mehrni ko'rsatmoqchiman. Mana oddiy mana shu joydagi mana shu kemamizni, mana Titanikni eslatadigan kemamiz. Mana eshik tagida mana delfinlar. Mana bochka, hammasini bir sababi bor. Mana xonadonga shu bochkani mana ko'rib turibsiz. Elektr shit, gaz uchuvchik. Mana bu yerda bochka. Buni har bittasini mana sabab bor. Mana bu elektrni nima qilib turadigan, yomg'irdan asrab saqlab turadigan gaz hisoblagich, hamma narsani joy-joyiga qo'yib, mana kemamiz. Men bir hozir chopilmagan, haydalmagan, qaralmagan uylarga kirib turib, shu xonadonga kirgandan keyin sizlarga shuni bir ko'rsatishdan maqsad, bu inson mana shu xonadonga qilingan mehr o'z uyini sevishini bir bildiradi. Har bitta mana bu qizlarimiz hayron qolyapti. Kirmagan ataylar, men bu 7-likda olib kirdim. Hozir mahalla raisi, boshqalar ham kirishadi. Mana uy nihoyatda chiroyli, ajoyib. Kelinglar, agar vaqtlaring bo'lsa, men Volodya akadan iltimos qilaman. Kelib xonadonlarini mana shu holatni ko'rib, tanishib, bir
nima deydi? Sayohatga o'xshab ketadi-da. Ozgina 4 sotiqqina hovlida tarixiy bir chiroyli narsa tashkil qilganlar. Mana ancha to'g'ri mehnat qilingan, bu yerda juda katta mehnat qilingan. Tandirxonalarni ko'ringlar. Mana tandirxonalar ham boshqacha. Ajoyibot. 2 qavatli uy. Ha, issiqxonani ham hozir 3-4 kundan keyin usta tushadi, qarab qo'yaman, kelasizlar deyaptilar. Ajoyib bo'lgan. Xursand bo'ldinglarmi? Mahallada, bizni Kamarsada mahallasida shunday narsa borligidan xursandmisizlar? Juda ham yaxshi. O'zi asli bu kishi dehqonlar. Valodiy aka, to'g'rimi? Dehqonning piri bo'lar. Olmosli Libboy dehqoningizni olib kelingda, mana shu odamni oldiga o'tirgizib qo'ying. Bu kishi juda ham katta mehnat qilgan. Bu dehqonchilikda ham faqat yer bilan ishlaydilar. Ligushka ham bor ekan. Hamma narsa bor. Rahmat e'tibor uchun. Bu faqatgina xursandchilik uchun, haligi nima deydi, yaxshi kayfiyat uchun.